Assalomu alaykum. Mana sizlar. Yana joyimiz. Garajimiz bityapti. Beton. Hozir ustida dam olib o'tiribmiz. Garajimiz ozgina yeri qoldi. Xudo xolasa 2 kunda bitadi. Bir kun garajini o'rsak, bir kun betonni qo'ysak, tayyorligini sheyetlarni ustida gidator suv ekamaga. Temperatura 47 37 olib turibdi temperatura. Sheyga oyoq qo'ysangiz kuydiradi. Sheyetlarni o'tiribdi ustida qachib. Adresimiz Alaqaliko'l mahallasi 400 metrlik bo'ladi. Evan tarafimiz 400 metrlik. Ben tarafimiz ona o'chgan maktab. Maktabdan kirib kelamiz. Yana obunachilar.